musofir oilasini kuzatayotgan hammaga Qirg'izistondan salomlar bo'lsin. Qizlar qandaysizlar, tuzimsizlar? O'zim yurtimga kelib tomoqlarim og'rib, griplar ham bo'lib qoldim. Biz qorlardan, sovuqlardan qochib kelsak, qaranglar endi ba'da ham qor yog'ib yotibdi-da. Sovuq kelganimizdan beri yomg'ir, qor, yomg'ir, qor. Oftob yo'q. Daraxtlar esa gullagan ekan. Shunaqa qilib sovuqda uyni ichidan chiqmasdan bitga deyman, iftorga uni qil, buni qilib kun o'tyapti, shunaqa qilib vaqt o'tyapti. Kelganimizga bir haftadan o'tib qoldimi yo bir hafta bo'ldimi? Bilmay qoldim. Shunaqa qilib jannatim osunim bilan salat, ovqat qilib iftorga o'tiribmiz. Sovuqda eshikka bir yoqqa ham chiqa olmaysan ekan. Shunaqa qilib uyni ichida o'tiribmiz. Kuyovim umraga ketadi. Umraga ketgandan keyin qaytib kelgandan keyin qaytib ketamiz biz ham Rossiямizga. U yerda ham rosa qor yog'ibdi. Qo'yaverasizlar. Bu yerda sal bo'lsa ham bahor deydi kelyapti bu yerda. U yerda qish deydi kelyapti. Shunaqa qilib ko'y-somsalar qildim. Mazza qilib, qasur-qusur qilib yedim. Qaranglar. Ko'y-somsalarni sog'ingan ekanmiz. Uyimga chiqqandim, o'zim uyimga. Yomg'ir ko'ryapsizlar, havolar ayniq. Shamol qo'yaverasizlar. Nimamiz tevasida bayrog'imiz ilinib turadi. Mahallamiz boshida. Shamol bo'layotgan ekan, rahasida tekkiz uchayotgan ekan. Ashunga olib ko'rsatib qo'ydim. Ashtaqa qilib uyimga chiqsam ham shunaqa qilib havo aynib berdi. Uyda ham o'tirdim, meni hech qayerga chiqmasdan. Qaranglar havodan, shamolni qaranglar, shamolni. Ati yaxshini ko'rsatgan tevaga chiqdim. Shamol, yomg'ir. U nariga qo'shnimiz uyi. Bu biz uyimiz. Pilopamizdan chiqsak, qo'shnimiz uyi ko'rinib qoladi. Shunaqa uyimiz, u yerda kuxnyamiz bor. U pastda 2 xona uy, bu tevada 4 xona uy. Men o'zim sobственный uyim, yo'q, sobственный oldin yashagan uyim. Qizli uyim shunaqa. Sizlarga bir havolarni ko'rsatdim-da. Yana keyin u yoqdan kelib kechqurunda keyin cheburek qildim. Cheburek deydimi? Cheburek, cheburek. Gazni qilib ochdi, gaz pastlab ketdi. Iftorga yaqin shartta nimaga osvordik? Qozonga osvordik. O'choqqa. O'choqda bir pasta bo'ldi. Chiroyli bo'lganini qaranglar. Bitta qo'limda telefon, bitta qo'limda nima bo'lgani uchun yarmi olinib qaranglar. Qo'limdan ariqqa ketib qopti. Shunaqa qilib bitta qo'limda telefon, bitta qo'limda nima qilib pishirdim-da. Mana pishganini ko'ringlar. Baholarni beringlar. Nimada o'choqda tez bo'lar ekan, bir pasta qizardi. Ich pishganda go'shtini pishirib, keyin soluvdim. Xamiri pishsa bo'ldi deydi. Yana uni orqasidan kartoshkalarni solib pirojok qildik. Pirojoklarni qilib, ashuna qilib iftorlikni o'tkazdik. Endi shu yerda ro'zani tugatib, hayitlarni o'tkazib ketamiz deb niyat qilib o'tiribmiz. O'zingizlarda nima gaplar? Like'larni bosib, kommentariyalarni yozib, podpiska bo'lib turinglar. Men bo'lsa videolar qo'yib turay. Chiroyli videolar. Sizlardan kommentariy, like, podpiska kutib qolaman. Ko'p yozib turinglar, like'lar bosib turinglar, kuzatib turinglar. Kanalimga obuna bo'linglar. Bo'lmaganlar. Shunaqa qilib kartoshkaliklar oppan nima esimdan chiqibdi, go'sht olish esimdan chiqibdi. Meni ko'rayotgan hammaga rahmat.